Assalomu alaykum YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, xullas ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borayotganlar. Ro'z kompaniyasidamiz. Mana bugun xudo xolasa skladimizni o'zidan zakaz berib olib keltirganlar akalarimiz keldi Qashqadaryodan. Yana bir marta assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatib turganlarga salom berib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli bizlar tanigan bilganlar, mana aziz ekskavator kanaldan tomosha qilayotganlar barcha mana bizlar Xitoydan zakaz berib ekskavator olib keldik. Hozircha hozir bo'lsa mana yaxshi pulga ishlatmoqchimiz. Aytilgan vaqtda keldimi? Sizdan rozimisiz? Hammasi yaxshi. Aytilgan narsa hammasi joyidami? Muammo yo'qmi? Qancha vaqtga va'da beruvdik sizdan olib beramiz? Qancha vaqt olib berdik? Aytilgan vaqtida keldi. Hech qanaqa muammo bo'lmagan. To'lovlarni hamma narsasi joyida bo'ldi. Oldindan bizga ishonib to'lov qildilaringiz, o'zlaringizni pullaringizni olib keldik. Ishonchlaringizni oqladikmi? Boshqalarga ham tavsiya qilasizlarmi? Shunday qaratib qo'yasiz. Tavsiya qilasizlar boshqalarga? Ham pagruzchik oldi bizdan, ham birdaniga ikkita texnika bo'lsin deb, mana beton mishalkasini oldi, tepasida taqilgan. Mikser kerak bo'lganlar bemalol aytaveringlar. Qanchaga oldingiz beton mishalkasi bilan texnikani o'pshi? 33 ming dollarga ikkita texnika oldingiz, ha? Ham beton mishalka, ham traktorning o'zi 33 mingga. Bemalol murojaat qilasizlar, nomerlarni bilasizlar, nomerlarni qoldirganmiz. Bemalol telefon qilib, kimga kerak bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Mana akalarimiz olib ketyapti. Xudo xolasa yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Tez pulini chiqarib, yana kelib bizlar texnika olib ketadi. Shahrisabzga qarab ketyapmiz. Shahrisabzga ketyapti, xudo xolasa. Qashqadaryo laykni banglatib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar. Layk, podpiskani Ishonchli yigit ekan. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Ishlaringga omad. Salomat bo'ling. Doim omad. Sog' bo'linglar. Barakalaring bersin. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlar. Sog' bo'ling. Rahmat.